Alaykum do'stlar, sizlarga bomba. Вообще yangilik. Qarang. Tak. Agar kirgan bo'lsangiz, lichniy kabinetingizga, вообще приложениямizga, men shaxsan o'zim anchadan beri intiqlik bilan kutayotgan mahsulotlar, do'stlar, sotuvga chiqdi va nihoyat bularni hammasini men tatib ko'rganman. Bundan tashqari и men уже buni korзинаga solib qo'ydim. Bir chekkadan informatsiya berib o'tib ketaman. Mana bu Yohimbe Makka. Do'stlar, har bitta erkak buni doim ichib yurishi kerak. Men buni birinchi marta eshitganimda prosta wow deganman. Prosta wow deganman и o'zimga juda ham ko'p olib keldim. Foydalandim. И test uchun 70 yoshga to'lgan insonga ham berdim. Qolganini gapirib o'tirayman, erkaklarga keyin agar so'rashsa men qizig'ini aytaman. Bu вообще bomba. Ayollar ham ichsa bo'ladi, но erkaklarga ko'proq. Вот. Mana так, vitamin D3, K2 vitamini bilan. Do'stlar, bu вообще бомбический mahsulot. Kстати, просто ustiga hozir bosasiz и korзинаga qo'shasiz. Men mana qo'shib bo'ldim, mana ko'ryapsizmi? Orqaga qaytamiz. Bu haqda ham ko'p videolar bor. Men buni anchadan beri ichib yuribman, как раз menda tugagan edi. Mana bu Wellab 5 HTP kompleks. Do'stlar, bu вообще тоже mo'jizaviy mahsulot. Narxlarini qarang, вообще kulgili narxlar. Buni har bitta o'zini sog'lig'ini nima deydi, ta'minlamoqchi bo'lgan vrachlarni qo'liga tushmayman, aptekadan narsalar yemayman, bolalarimga bermayman degan xullas mahsulotlar. Bularni hammasini o'zim foydalanib ko'rganman. Mana buni как раз otamga hozir olyapman buni. Вот, и mana bu sink, selen, do'stlar, buni har bitta inson, yoshidan qat'iy nazar, har bitta inson ichish kerak bo'lgan narsa bu ham. Bu esa alohida yurak uchun, no buni biz ham ichsak bo'ladi, в принципе. И yana bitta zo'r vitamin D3 ni men doim ichib yuradigan anaqa 600 bizda ml edi. Endi do'stlar, biz sizda qo'limizda 2000 mllik kapsulalik. Narxini qarang. Kulgis keladi buni narxiga. Kulgili narxlarda. И buni foydalanmaganman. Hozir buni ham isbotat qilib ko'rmoqchiman. Mana o'sha korзинаga solib qo'ydim. И bu yerda sizga yana bir narsani aytishim kerak. Bu hozirgi mana shu mahsulotlarni har safar shu Rossiya territoriyasiga borganimda, tam Sochiga, tam Moskvaga, Novosibirskga doim borganimda, doim o'zim bilan to'plab olib kelardim. Ko'p qilib. Nega bilasizmi? Mana qarang. Menda hozir bitta o'zimga, ikkinchisi otamga, uchinchisi onamga, to'rtinchisi demak ayolimga, beshinchisi 6 7 8 bu tak farzandimga. Mana bu kamida 8 ta. Men esa 10 tadan olib kelardim mahsulotni. Shuning uchun hozir men 10 tadan zapas qilib olib qo'ya qolaman hozir. Вот. Xullas hammasidan 10 tadan olaman xullas. Вот, ko'ryapsizmi? Kstati, aytgandek, hammasidan даже bittadan olgan taqdiringizda ham narxini keling ko'rsatay. Вообще kulgili narx bo'ladi. Давайте ko'rsatay oxirigacha. Tak. Mana qarang. Hammasidan даже bittadan narx olganingizda ham kulgili narx bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Unaqa katta summa emas. Ozgina qo'shsangiz 50 PV bo'lar ekan, как раз таки qayta xaridingiz uchun ham o'tib ketadi. Короче, hozir men buni hammasini 10 tadan olyapman, oxirida keyin ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek hammasidan 10 tadan soldim и buni ikkalasini bittadan oldim пока испытание uchun. И сразу nima deydi, ichki sovg'a bonusimda demak bonus bor ekan. Давайте buni ham hozir, kстати, bu yoqqa summa yozsa bo'lardi. Veb-saytdan kirsangiz, summani yozsangiz bo'ladi. Mana 1,60,000 ni plus bosib o'tirmasdan сразу anaqa qilsangiz bo'ladi. Nima deydi? Yozib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan shunaqa bosib ishlatasiz. Ladna, hozir cho'ta erinyapman, mayli. Keling, bosamiz. Mana, marhamat, tayyor. Ana endi оформить заказni bosib, вот.
И olib ketishni tanlaganman. Menda shablon bu tayyor edi. Вот. И ichki hisobdan to'laymiz, chunki ichki hisobda pul bor. Xohlasangiz klikda to'lasangiz ham bo'ladi. Вот. Все. Zakazim. Вот. Пожалуйста. Tayyor. Mana bu nomer zakazni hozir aytib, mahsulotni olib ketaveramiz. Ajoyib, super. Mana do'stlar, o'sha hozirgi men sizga aytgan mahsulotlarning hammasi, вот, mana уже menga bolalarga tayyorlab berishyapti. Bitta prikol. Mana buni qo'shmabman, qarang. Hozir esimdan chiqib ketibdi. Shuning uchun hozir mana sostavda ham ko'rdim, juda yo'q. Shuning uchun hozir yangitdan kirib, сразу buni ham qo'shib yuboraman. Tuk. Oldik. В корзину. Корзина. Как раз xarid qilishni bilmaydiganlar uchun bu как раз anaqa bo'ladi, nima deydi? Instruksiya sifatida xizmat qiladi, xudo xolasa. Вот, ichki hisobni ham ishlatib oryapmiz. И оформить заказ. Оформить заказ, olib ketish и использовать. Все, пожалуйста. Buni ham to'lab o'tdi. Mana yana bitta zakaz nomeri bo'ldi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Так что bularning hammasidan foydalaning. O'rtoq erkaklar, обязательно must have. Do'stlar, sizga yana bitta narsani aytishim kerak. Как раз shu video bahona. E'tibor bering, bunga maxsus stiker yopishtirilgan. Ko'ryapsizmi? Nimaga bu stiker? O'zbek tilida. Agarda qadoqda o'zbek tili bo'lmasa, rastamoshka qilinayotgan qonuniy mahsulotlar albatta stiker yopishtirilishi shart. Biling, agar qaysidir mahsulotni mana shunaqangi stikeri bo'lmasa, ili o'sha mahsulotning o'zida o'zbekchasi joyi bo'lmasa, bu demak rasmiy mahsulot hisoblanmaydi. Tushundingiz? Ya'ni noqonuniy kirgan hisoblanadi. Shuni ham inobatga oling, do'stlar. Bu sizning xavfsizligingiz uchun. Вот. Kelgusida o'zingiz uchun bilib oling. Mana qarang. Mana bunda уже изначально o'zbekchasi bor. Ko'ryapsizmi? Ya'ni stikersiz ma'lumot turibdi o'zbek tilida. Shuning uchun stiker yopishtirilmagan bunga. Bularda bo'lmagan o'zbekcha, shuning uchun stiker yopishtirishgan. Вот так вот. Yana bittan sizga informatsiya.